Salom do'stlar. Paulo Costa Robert Whittaker bilan jangidan keyin intervyu berdi va jang haqida, Usman bilan jang qilmoqchi ekanligi haqida va Hamza Chimayev haqida gapirdi. Intervyu juda ham qiziqarli chiqqan. Albatta, bitta dahshat like bosing. 1000 ta dahshat likedan keyin bugun yana video chiqaraman. Yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Bosgan bo'lsanglar men sananchdan beri ko'rmagandik. Paulo, zo'r jang qilding Robert Whittaker bilan. Bu haqida nima deya olasan hozir? Birinchi o'rinda men oktagonga qaytganimdan juda ham xursandman. Chunki menda qancha edi? 3 ta tayyorgarlik lageri bo'lgan, ya'ni hammasi janglarsiz. Bu narsani yana his qilish, oktagonga chiqish, jang qilish, bu juda ham super edi. Esdan chiqarib bo'lmaydigan narsa. Jang sani foydangga bo'lmaganini hisobga olsak, sen hammani hayratga solding, ayniqsa oyoq bilan zarba berganlaring. Sen xuddi koptok tepayotgandek bo'lding va shunchalik bu aqlsiz edi. Va bu qayrilib tepish, bu Robertni nokautga borishga ozgina qoldi. Bu hammasi qanday bo'ldi gapirib ber. Balki sen Cobra Kai yoki Kung Fu filmlarini ko'rdingmi? Yo'q, men hech qanday Cobra Kai'larni ko'rmadim. Balki men bu narsani ko'rib chiqarman keyinchalik, ya'ni yangi texnikalarni o'rganish uchun. Faqatgina men o'ylaymanki, o'zimni to'liq potensialimni ko'rsata olmadim. Men o'ylaymanki, o'zimni cho'qqimga endilikka kelmoqdaman. Men hali ham yo'ldaman. Ya'ni bolalar, sizlarga o'zimning xususiyatlarimni ko'rsatishim uchun. Siz meni ko'rdingiz, ancha vazn tashlayman. Men eng katta o'rta vaznlardan biriman. Shu sababdan oldimda har doim savol bo'ladi. Ya'ni vazn tashlashdan keyin jangda men maksimum o'zimni ko'rsata olamanmi yoki yo'qmi? Ba'zilarida men zalda, ya'ni mashg'ulotlarda jangdan ham ko'ra juda ham zo'r jang qilaman va hozir bu masalani hal qilmoqchiman. Ya'ni men o'zim iqtidorimni, qanday ishlashimni, xususiyatlarimni albatta vazn tashlashdan keyin tiklagandan keyin maksimal tarzda ko'rsatmoqchiman jangda. Luke Rockhold bilan jang qilganimdan keyin men tina bilmasdan trenirovka qilganman, o'sishga harakat qildim va oyoq bilan zarbalarni ishladim. Xullas, men bu narsada harakat qildim. Oyoq bilan zarbalar ustida ishladim. Oyoq bilan xavfli zarbalarni berkitishni o'rgandim. Bunday zarbadan keyin Robert nokautga ketmagani seni hayratga soldimi? Aqlsiz zarba edi-ku. Ha, men hayratdaman, chunki trenirovkada ko'p bolalar bunday zarbalardan yiqilganlar. Ammo asosiy muammo shundaki, sen bunday zarbalarni bor kuching bilan mashg'ulotlarda bera olmaysan. Bular juda ham xavfli bo'ladi. Balki bu ahmoqona savoldir. Agar senga vazn tashlash qiyin bo'lsa, nega sen yarim og'ir vaznga o'tmaysan va bu hamma muammolarni hal qilgan bo'lardi-ku? Ha, qandaydir muammolarni hal qiladi, albatta, inkor etmayman. Ammo yengillari paydo bo'ladi. Ammo asosiy to'siq bunda ham emas. Gap shundaki, men bu vaznga xususiyatlarimni va kuchni moslashtirish uchun ko'p kuch ketqizdim. Va agar hozir hammasini tashlab ketsam, ya'ni yarim og'ir vaznga o'tish uchun, bu juda ham ahmoqona bo'lardi, bilasanmi? Men aynan o'zimni 10% gina to'g'rilayman va shunda hamma to'liq potensialimni siz ko'rasiz. Agar men yarim og'ir vaznga ko'tarilsam, bu hamma qilganim bekorga bo'ladi. Baribir ham oxirgi payt vazn tashlash oson bo'lmoqda. Hozir men kletkaga chiqaman va meni ursalar hattoki his qilmayman. Ba'zilarida bu o'rta vaznda jang qilish, bilasanmi, adolatli emas deb o'ylab qolaman, chunki men ular uchun juda ham kattaman. Sen Kamar Usman bilan jang qilaman deding. Nega ana Usman? Birinchi o'rinda o'tgan jangida mag'lub bo'ldi. Men ham. Usman hamma narsaga erishganini hisobga olsak, ya'ni yarim o'rta vaznda, men o'ylaymanki, o'rta vaznga kelish vaqti keldi. O'tgan jangini u Chimayev bilan o'tkazdi, bu chechen gurmani bilan. Ammo bu unchalik yaxshi jang emas edi. Bu to'liqli jang emas edi o'rta vaznda, bilasanmi? Bundan tashqari u bu jangga qisqa muddatda chiqdi. U faqatgina massa olib chiqdi. Ya'ni baribir ham u yarim o'rta vazn edi, faqatgina ozgincha massa bilan. Usman qaltis bola va unda juda ham qiziqarli xususiyatlari bor. Takedownlari, parterda kurash, udarka. Bu jang bizni kamarga olib chiqa oladi va bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Nima deb o'ylaysan? Hamzat bilan jang hali ham qilsa bo'ladimi yoki bu voqea bilan hammasi tugadimi? Albatta, yaqin kelajakda bu narsa bo'lishi mumkin. Agar men Whittakerni mag'lub qilganimda, men bu jangni olmagan bo'lardim, albatta. Ammo men mag'lub bo'lganimni hisobga olsak, albattaki bu jangda ma'no bor.
Hamzat bilan jangingiz vaqt sababligi bo'lmadimi yoki nima sababdan bo'lmadi? Nima uchun? Faqatgina u yugurishni to'xtasin. Mana shu hammasi. U o'ziga mardlik topsin va men bilan jang qilsin. Chunki bu bola uzoq vaqt mendan jangdan qochgan. Unda bu jang uchun tuxumlar yo'q. Agar uni majburlashmaganda, u hattoki shartnomani imzolamagan bo'lardi. U oson janglarda jang qilmoqchi, bilasizmi? Mandek va Uitaker'dek qarshi jangchilarga qarshi emas. U kurashi, jiu-jitsusi, partida yo'q bolalar bilan jang qilmoqchi. O'rta vaznda yangi chempion, bu haqda nima deysan? Men to'g'risini aytsam, ularning jangini ham ko'rmadim. Albatta ko'rish kerak. Men o'z UFC eventlarini ko'rmayman. Faqatgina ba'zilarida kerak bo'lgani uchun va o'zimni faqatgina vaznimni ko'raman. Ammo men o'ylaymanki, men bilmayman. Plesi haqida aniq bir nimadir deya olmayman. Men o'qigan narsalarimni hisobga olsak, odamlar u chempion bo'lgan bo'lsa ham u haqda yomon gaplar gapirmoqdalar va o'ylamoqdalar. Ammo men o'ylaymanki, o'sha jangda u nima kerak bo'lgan bo'lsa, hamma ishni qildi va bu narsani ko'rsatdi. Nima bo'lsa ham Uitakerni nokaut qilgan. Bu o'z-o'zidan juda ham zo'r, juda ham zo'r. Dahshat MMA kanali uchun tarjima qilindi. Like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Prosmotr uchun hammaga rahmat.